Ishonasizlarmi? Oldin bez makiyaj ko'chaga chiqishdan rosa uyalardim. Turmushga chiqqunimcha musor to'kishga ham hattoki makiyaj bilan chiqardim, bo'yanib, o'zimga qarab. Kimdir musorga chiqqanimda meni ko'rib qolsa-chi degan xavotir bo'lardi. Ayniqsa sovchilar. Hatto homiladorligimda ham farzand tug'ib dunyoga keltiradigan kunim ham bo'yanib, makiyaj qilib kirib ketganman. Hech ham esimdan chiqmaydi. Qish faslida maktabga ketayotgan paytim onam ko'cha sovuq, shapkangni kiyib ket desalar ham hop deb kiyib ketardim, keyin ko'chaga chiqqandan keyin yechib olardim. Institutga qatnayotgan vaqtlarim ham o'zimni qiynab baland poshnalarda 4 yil qatnagan ekanman. Nimaga shunaqa o'zimni qiynaganman? Krossovka kiysam bo'lmasmidi? Hozir endi odamning aqli kirdi. Borgan sari tabiiylik urfga kiryapti o'rtoqlar. Oldingidek avangard yo'nalishlar, yana toshli libosli kiyish ham urfdan qolyapti. Hamma minimalizm, casual yo'nalishiga o'tib ketyapti. Va umuman yuz qiyofasi bo'yicha aytadigan bo'lsam, labga gel qilishlar, qoshni qalin qilib bo'yash, rastushovka, tatuaj, kipriklarni narashka qilish, tirnoqlar ulash va umuman olganda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lib ketyapti. Ertaga muhim syomkam bor edi, o'zim ham tirnoq qo'yib olganman, olib tashlashim kerak. 35 yoshimda tabiiylikka qaytayapman. Oldinlari ko'p odamlar bor joyda o'tira olmasdim. Hozir aksincha, ko'p ayollar bor joylarda maza qilaman. Qizlar bilan dardlashib, gaplashib, odam baribir energiya almashar ekan. Xabaringlar bormi? Tashkent City bulvarda men bilan birgalikda foydali nonushta bo'lib o'tyapti. U yerda ayollar estetik zavq oladi va yangi do'st orttiradi. Haqiqiy networking. Qizlarjonlar, birinchi turkcha nonushta bo'ladi. Turetskiy zavtrak vaqtida bizni ekspertimiz, image stilist, ya'ni ayollar garderobini qanday qilib to'g'ri tuzish bo'yicha mutaxassis kerakli maslahatlar beradilar va ayollarga kerakli bo'lgan master-klasslarini ko'rsatib beradilar. Mening kasbim dizayner bo'lgani uchun ayollar bilan mazza qilib art terapiya qilgim keldi. Aytgancha qizlar, o'sha kuni dress kod bizda olovrang, yashil yoki sariq bo'ladi, men esa 3tasini birda topdim. Aytgancha o'sha kuni interaktiv o'yinlar ham bo'lib o'tadi, g'oliblarga ham sovg'a beriladi va har bir mehmon sovg'a bilan ketadi. Yana nima qilamiz? Mazza qilib raqsga tushamiz, fotosessiya qilamiz va dugona bo'lamiz. Sizcha o'z o'rningizni band qildingizmi? 12 avgust kuni foydali nonushtada sizlar bilan tanishamiz. Ko'rishguncha.